Abdurahmon aka Chustiy onaxonimizga umr yo'llanmasini berganimizda juda ko'p odam ta'sirlandi. Duo qilishdi, aka, yana bitta odamga umr yo'llanmasini hadya qilmaymiz ham. Gap bo'lishi mumkin emas. Ramazoni sharif oyida yana bitta umr yo'llanmasini podpischiklarimizga shunchaki hadya qilib yuboramiz. Kommentariyaga umra so'zini yozib turishsa bo'lgani. Aka qarang, faqat bitta insonga beramiz ham. Yo'q, bitta emas. O'zi asli maqsadimiz 100 ta 50 ta insonga umra yo'llanmasini berish ukajonim. Bo'ldi, videoni ko'rib tursanglar, qanaqa umra yo'llamasini yutib olishni bilib olasizlar. Ungacha videoga like bostursanglar, bizni boshladi. Yana bitta odamni xursandchiligiga sabab bo'lamiz. Bilasizlar, Qo'qon shahrida Dream House Kakantdan xonadon xarid qilganman-ku. Hozir zo'r aksiya o'tkazishyapti. Kimda kim 50% to'lov qilsa, birdaniga o'sha zahoti umra yo'llamasini hadya qilishyapti akajon. Aka qarang, menda boshlanish to'loviga bir so'm pulim yo'q-da. Unda nima qilaman? Bunda ham imkoniyati bor. Boshlang'ich to'lovsiz, hatto muddatli to'lovga ham savdo bor. Qo'ng'iroq qilishsa bo'lgan. Aka, men 100% to'lov qilib xonadon xarid qilsamchi? Ukajon, siz boysizda 100% to'laydiganlarga 22% chegirma, shu bilan birgalikda 85% remontlar bilan topshirishadi ukajon. Nimaga 100% remonti bilan topshirish? Endi qarang, siz jigarrang yoqtirasiz, men oq, bu sariq yoqtiradi. Har kimning vkusi har xil-u. O'sha qolgan 15% remont degani shunday abo yopishtirib, mebel qo'yib olishsa bo'lgan. Yana ham aniq ma'lumotni qo'ng'iroq qilib bilib olishadi. Aka, bo'pti, podpishlik kutib qoldi-da. Umra yo'llanmani qanaqa berib yuboramiz? Aytgandek, obunachilarimizga umra yo'llanmasini shunchaki bitta yo'lachani bosib qo'yib, kommentariyada umra so'zlarini qoldirishsa, Ramazon sharifga Xudo xolasa hadya qilamiz. Nechinchi chizlovda aka, aytib qo'yinglar shuni. 22-fevral kuni soat 18:00 da aniqlashni boshlaymiz, live online bo'ladi. Gap yo'q, lekin bosish kerak. Barchaga omad.